Avvalambor siz berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum davradoshlar, uzoq yaqin qarindoshlar, mana shu davramizga jam bo'lgan aziz do'stlar, qavmi qarindoshlar, davramizning aziz mehmon mezbonlari. Bugun mana shu singlimiz aytgandek, mana shu hayotimda uchragan eng yaqin qadrdon do'stim mana shu Erkinjon xonadonida bir chiroyli to'y, shodiyona ayyom. Sababi suygan o'g'lonlari Muhammadjon hamda Izzatjonni bugun boshlarini ikki qilib do'stim xonadoniga ikkita fayzli xonadonning go'zal va lobar qizlari bugun kelin bo'lib mana shu xonadonga fayz kiritmoqdalar. Ilohim mana shu yo'lda qo'yilgan qadam har uchala xudolarga ham muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shu kelin kuyovlarimizning farzandlarini beshik to'ylarida ham, sunnat to'ylarida ham jamul-jam bo'lib qatorimizdan kam bo'lmagan holda ishtirok etmoqlik sizga, bizga, hammamizga nasib aylasin. Mana shu niyatlarni men bundan 24 yil oldin mana shu qadrdon do'stimning nikoh ayyomida ham aytib o'tgandim. Bugun shu to'yga kirishimdan oldin bir misralar xayoliga kelib qog'ozga tushgandi. Mana shuni sizlarga havola qilaman. Chorak asr 24 yil yanvar oyi edi chamamda. Shu do'stimning nikoh to'yiga she'r yozilgan o'tkir qalamda. O'sha daftar biroz titilgan, unda shunday istak bitilgan. Do'stim, o'g'il qizing to'yida tilak aytmoq ilhaq kutilgan. Bugunlarga yetdik ming shukr, yaxshi niyat bo'ldi ijobat. Qaynota-yu qaynona bugun shu she'rdagi erkin risolat. Muhammadjon, Izzatjon kuyov, yonlarida suygan sirdoshi, baxtli yashab 90-100 gacha bo'lsin Alloh umr yo'ldoshi. İkkisi ham ko'rib o'g'il qiz ne orzu bor yetsin murodga. Yillar o'tib xushnud jilmayib olsin bizni ular bir yodga. Baxtli bo'lsin kelin-kuyovlarimiz. Chiroyli tilaklarga, istaklarga qo'shilamizda shu do'stimni to'yida bir niyat bildirgandim. Shu niyatni ko'plab to'ylarda aytdik. Eskirgan bo'lsa ham yana bir bor mana shu kelin-kuyovlarimiz uchun bildirib o'tamiz. Ilohim yurtimizda g'am bo'lmasin. Shu go'zal kelin-kuyovlarimizning kipriklari hech qachon nam bo'lmasin. Birov-birovidan kam bo'lmasin. O'g'il bo'lsa o'g'il bo'lsin, birinchi farzandlari o'g'il bo'lsin. Mana shu baxtli kelin-kuyovlarimizning qozonlarida hamisha qo'y go'shtlari qaynasin. Ulardan bo'lgan farzandchalar, jiyanchalar, oychoponlar, nonchoponlar hamisha import o'yinchoqlar o'ynasin. Shu xonadonga Muhammadjon hamda Izzatjon shunday tosh o'rnatsinki, u toshni inson zot qimirlatolmasin. Uda suygan shamchirog'i hamda sevgi rishtasi bo'lib qolsin. Kuyovjo'ralarimizning qo'llari qamchin bo'lsin. Kelin poshsholarimizning olganlari oltin bo'lsin. Yetti o'chanlari sog', umrlari uzun, baxtlari hamisha o'zlariga hamroh bo'lsin. Qo'sha qarsin doim. O'g'ilmi, qizmi, farzand bersin Xudoyim. Shoirlar til bilan aytganda, bolali bozor bo'lsa-da, momolari shavqindan bezor bo'lsa-da, yurtimiz ko'chalari kuylarga to'lsin. Mana shu do'stimning xonadoni bolaga to'lsin. Meni kechirasizlar, meni aytmoqchi bo'lgan gapim, kelin olmoqdan ne foyda? Nonga chaqqon bo'lmasa, o'g'il o'stirishdan ne foyda? Haqiqat tamom bo'lmasa, atir guldan ne foyda? Agar hidi bo'lmasa, shuncha gap sizdan ne foyda? Kelin-kuyovlar uchun bitta guldiroz qarsak bo'lmasa deb mana shu do'stim to'yda to'ylar yana bir bor muborak bo'lsin do'stim. Nasib bo'lsa mana shu farzandlaringizni farzandlar to'ylarida ham tilak aytish bizlarga nasib qilsin. Rahmat.